Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari. Mana sizlarga yana bir obzorimizni ko'rsatamiz. Farg'ona viloyati Bog'dod tumaniga qo'yilgan darvozamiz. 1.8 2 qavatli darvozamiz qo'yildi. Xudo xolasa like bosib qo'ysalaring, bundan-da zo'rlarini qo'yamiz. Bemalol tomosha qilishlaring mumkin. Sizlarga hozir obzorni qilib beraman. Listlarimiz 1.8 2 qavatli bo'lgan, shumkali. Men buni ochganimiz yo'q. Nerjvinkali. Xudo xolasa bu uylar remontlanib qo'ygandan keyin o'zlari ochib olaverar ekan. Orqalarini ham bemalol o'tib ko'rsatamiz. Zamoklarimiz zubr zamokda qo'yilgan. Taglari mana shivillar. Profillarimizga keladigan bo'lsak, 6 ga 4 1.5 stenkali bo'ldi. Stoykalarimiz 8 ga 8 1.7 stenkalimiz. Orqalarini ham o'tib ko'rsatamiz. Orqalari mana tekis ishlangan, xudo xolasa chiroyli qilib olib borib o'rnatib beraveramiz bexijolat ishlarimizga. Darvozalarimiz mana ochilib yopilishlari, xudo xolasa joy-joyiga qo'yilgan. Bemalol pastdagi nomerlarimizga aloqaga chiqishlaring mumkin. Vodiy bo'ylab dastavkalarimiz besplatniy, voha bo'ylab kelishilgan holatda qo'yib beraveramiz. Bexijolat telefon qilaverasizlar. Mana darvozalarimiz 1.8 2 qavatli divanli qilingan, ichiga shumkali qilib chiroyli qilib borib o'rnatib berilaveradi.